Assalamu alaykum hörmətli dostlar, mənglarni kimish vaqtыңlar xeyirlik bolsun. Sifat tekshirishni avtomatlashtirish darsimizdagi yangi qismiga xush kelibsizlar. Bugungi darsimiz bo'lsa, təsəncini sözləb ötümüz. Təsənci degan nima degan vaqtida, təsənci mushu G unit və N unit deyilgan ikki mushu sınaq ramkası var. Buni inglizce testing framework deymiz. Şuningdan o'lgilib yezib chiqqan yangi bir xil mushu sınash ramkası, ya'ni testing framework. Bu hamda təsənci deganimiz test anandan keyin N degan next, G degan next generation deb shuningki next generation'ninki qisqartilmasi. Shuning bilan təsənci mushu barliq kelgan. Endi təsənci bilan G unitninki qanday farqi bor desa, ikkilisi mushu sınash ramkası, ya'ni testing framework bo'ldi. Ikkisininki qanday farqi bor degan vaqtida təsənci, ya'ni ko'p xil sınash turlarini o'z ichiga oldi. Buningki iqtidorlari G unit yoki N unitga qaraganda ko'p. Bu təsənci bilan biz unit test, functional test, end-to-end test, integration test deganlarni qila olamiz. Shuningga ko'pincha vaqtda shu təsəncini ishlatamiz. Təsənciningki qanday alayliklari bor degan vaqtida təsəncida har xil annotation deymiz, har xil belgilar bor. Shu belgilarni ishlatalaymiz. Anandan keyin bu shu təsənci orqali bizningki shu yozgan kodlarimizni yoki yozgan sinoqlarimizni shu ko'p o'xshash vaqtda bir qanchisini tang ijro qila olamiz. Ondan keyin bu təsənci shu data driven testing deydi. Ya'ni sirtdan shu data uchurlarni o'qish orqali bizningki shu sinoqlarimizni amalga oshira olamiz. Ondan bu parameter degan narsani oldi. Ya'ni parameterni qo'llaydi. Ya'ni biz shu təsənciniki XML hujjatiga har xil parametrlarni berish orqali va parametrlarninki qiymatlarini berish orqali shu qiymatlarni biz shu o'zimizningki testida sinoqlarda ishlatalaymiz. Ana buningki har xil pluginlar bor. Masalan, Eclipse'ga yoki Maven'ga degandek har xil shu qurollarni yoki pluginlarni qo'llaydi, shularda ishlatgili bo'ldi. Endi G unit bilan təsənciniki qanday farqi bor degan chaqda bakcha farqi yo'q, ammo təsəncida G unitga qaraganda shu annotations deymiz, belgilari bir qadar ko'p. Qarab baqadigan bo'lsak, təsəncida bilan G unitda o'xshash test degan annotation bor ekan, belgi. Biz shu o'zimizningki test kodlarini shu testning degan annotationdan ichida yozamiz. Ondan before class ikkilisida before class bor ekan, ondan after class ikkilisida bor ekan. Təsəncida before method, G unitda before, ananki təsəncida after method, G unitda after. Ondan keyin shu har bir testni ignore qilish uchun, ya'ni buni vaqtincha yoki to'xtatib qo'yish uchun təsəncida enable degan bor ekan. Enable'ni false qilib qo'ysak, buni ignore qilib bo'ldi ekan, ya'ni o'tkazib aytgili bo'ldi ekan. Ammo G unitda bo'lsa ignore deganni ishlatirganmiz. Ondan G unitda har xil exceptionlarni berish uchun expected deganni berib o'zimizningki shu exceptionninki sinfini aniqlasak, təsəncida bo'lsa expected exception deganni ishlatirganmiz. Timeoutda ikkilisida timeout deganni ishlatirganmiz. Ondan oxirga qaraydigan bo'lsak, oxirida G unitda before suite, after suite, before test, after test, before groups, after groups deydigan annotationlar G unit yo'q, ammo təsəncida bor ekan. Ya'ni təsənciningki annotationlari G unitga qaraganda bir qadar ko'p. Endi shu G unitga doir mazmunlarni, bilimlarni ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana ikki torbat adresga kirsanglar, təsənciningki documentationlari, ondan keyin G unit bilan təsənciningki farqini bila olasizlar. Ondan biz shu o'zimizningki testlarda har xil bayonot deymiz, Uyg'urcha İngilizce assertion deymiz, hamda Uyg'urcha bayonot deb lug'atga bassam shundoq ekan, hamda to'g'rimi xatomi uqmayman. Shu
testlarda biz jiqroq assertionslarni ishlatamiz. Endi assertions degan nima deganda, assertions ma'lum bir ma'sudningki yoki ma'lum bir narsaningki to'g'ri yoki xatoligini assertions bilan biz buni sinaymiz. Ya'ni biz uningga shu kutgan natija bilan amaliy natijani beramiz. Ya'ni expected result kutgan natija, actual result amaliy natija, shularni berish orqali o'zimizniki shu testlarniki to'g'ri ekanligini shu orqali aniqlaymiz. Ondan keyin bu assertionsda ikki xil assertions bor. Soft assert and hard assert deb bor. Soft assertniki bilan hard assertniki qanday farqi bor degan vaqtda, soft assertda biz bizniki ma'lum bir step, ya'ni bosqichimiz xato bo'lib qolsa, keyingi bosqichlarga o'tib ketadi, keyingi bosqichlarni qila oladi. Agar hard assert ishlatib qolsak, bir bosqich xato bo'lib qolsa, ya'ni kodimizniki bir qura xato bo'lib qolsa, keyingi kodga o'tmay, keyingi testlarga o'tib ketadi. Bu soft assert bilan hard assertningki farqi. Biz endi tasanji bilan JUnitga bir qadar tafsiliy qarab chiqaylik. Bayan biz ko'rgan mana 3 torbatni ochdim. Buningda mana tasanjininki documentationni qaraydigan bo'lsak, mana tasanji haqida uchurlarni bu yerda topa olamiz. Qaraydigan bo'lsak, har xil annotationslar bor ekan. Before suite, after suite deb. Endi before suite degan nima degan vaqtda, before suite shu butun testga oid suite'lar, ya'ni bir quti demdik, hamda buni uyg'urcha nim deb atashni uqmadim. Shu suite'ga oid testlar ijro bo'lishdan burun ijro bo'lgan kodlarimizni shu before suite'ninki ichiga yozamiz. Hamda after suite shu suite'ga tava kodlar ijro bo'lib bo'lgandan keyin ijro bo'lgan jarayonlarni after suite'ga yozamiz. Hamda before test ma'lum bir shu test annotation deymiz. Test degan belgini ishlatib, shu testni ijro qilib bo'lgan, ijro qilishdan burun ijro bo'lgan narsalarni before test qilib, masalan, torbatni ichish yoki web driverni qurish degandeklarni hammasini shu before test qilamiz. Hamda after test shu test degan annotation bor, shu o'zimizniki testni ijro bo'lib bo'lgandan keyin ijro bo'lgan narsalarni after test qilamiz. Before groupsda ma'lum bir guruhga tava bo'lgan shu guruhdagi testlarimiz ijro bo'lishdan burun ijro bo'lgan narsalarning hammasini shu before groupsniki ichiga yozamiz. Undan keyin mana after groupsda shu guruhga tava testlar ijro bo'lib bo'lgandan keyin, ya'ni groups ijro bo'lib bo'lgandan keyin shuning ichiga yozamiz. Hamda before classda ma'lum bir class ijro bo'lishdan burun ijro bo'lgan kodlarimizni before classga yozamiz. After class shu class ijro bo'lib bo'lgandan keyin yozilgan kodlar after classning ichida yozildi. Before method har bir shu method ijro qilishdan burun qilmoqchi bo'lgan ishlarni before methodga ijro, bizniki shu test methodimiz ijro bo'lib bo'lgandan keyin yozilgan kodlarni bo'lsa, shu after method deganninki ichiga yozamiz. Buni saltirib shu amaliy mashg'ulot qilish orqali qaysi baldur ijro bo'ldi, qaysi ijro bo'lmaydi, shularni ko'rib o'tamiz. Endi always run degan mushu berib, mushunga masalan true qilib qo'ysak, bu doim ijro bo'ldi-da. Har qanday shart bo'lishdan qat'iy nazar bu har doim ijro bo'ldi. Endi dependence on groups degan ma'lum bir guruhga bog'liqlik bo'lsa yoki ma'lum bir guruh ijro bo'lgandan keyin shu guruhdan keyin ijro bo'lgan narsalarni dependence on groupsga ma'lum bir methodga bog'liqlik bo'lsa, shu method ijro bo'lgandan keyin ijro bo'lmoqchi bo'lsa, dependence on method qilamiz. Endi enable degan ma'lum bir shu test methodniki yoki classniki ijro bo'lish yoki ijro bo'lmasligini enable qilamiz. Ham groupsda shu ma'lum bir test guruhga testga berilgan ismlarni groups qila olamiz. Endi inheritance groups deydi. Ma'lum bir classdan boshqa bir classga kirgizish yoki shuningdan inheritance qilish deganlarni hammasini shu inherit groups deymiz. Hamda name'ga shu miyada data provider var ki, data provider shu sirtdan bir hujjatlarni o'qigan chog'da yoki sirtdan bir uchurlarni o'qigan chog'da shu data provider orqali o'qilaymiz. Bu shu tasanjida bor iqtidorlardan birisi. Name'da ma'lum bir
klassga yoki ma'lum bir testga berilgan ism parallel ma'lum bir mushu testlarninki o'xshash vaqtda ijro bo'lgan bo'lmaydiganligi degandek narsalarni shu parallel degan nim bilan tag bilan ishlatamiz. Hamda qaraydigan bo'lsak testning ichida masalan testga annotationning ichida biz always run data provider class deydigandek bu har xil xosliklarni ishlatalaymiz. Ondan test engine'niki shu XML hujjati bor. XML hujjatda biz mushu hujjatniki mushu suitga tava testlar anandaki shu testga tava klasslar degandeklarni mushu XML faylining ichida qila olamiz. Endi bularni biz keyingi darslarda ishlash jarayonida mushu darslarni o'rganish jarayonida ularga bir-birlab qarab chiqimizda qaraydigan bo'lsak har xil mushu test engine'niki iqtidorlari bor. Endi bu test engine'niki yana bir alaylik bo'lsa, mushu doklad berish iqtidori borda. Biz o'zimizniki testlarni ijro qilib bo'lgandan keyin bizga HTML shaklida bizga doklad berdi, ya'ni report berdi. Biz shularni qila olamiz shu test engine'ning yordami bilan. Qaraydigan bo'lsak, masalan, testda groups deganda, masalan, ma'lum bir testga oid gruplarni bera oladiganmiz. Masalan, functional test, check-in test degandek, mushu test, mushu grupga tava deb miyada belgilab qila oladiganmiz. Andan keyin shu testlarni XML faylda ijro qilish uchun test degan nimni qurib, shuning ichiga groups, andan keyin run, andan include qilish orqali ham shu testni XML faylining ichida ijro qila oladiganmiz. Bularni biz keyingi darslarimizda aldirmay so'zlab o'tamiz. Mala ma'sudninki ijro qilishi, andan keyin guruhning ichida guruh degandek har xil iqtidorlari bor. Masalan, parametr bilan o'qish, parametrni miyaga berib, shuningdek miyadagi qimmatni ma'sudda ishlatish degandeklarni shu parametr degan annotation bilan qila oladiganmiz. Ondan keyin qaraydigan bo'lsak, mana har xil iqtidorlar bor. Masalan, data provider orqali sirtdan data, ya'ni uchur o'qish degandeklarni qila olamiz. Bularni deganimda keyingi darslarimizda aldirmay o'rganib o'tamiz. Endi motorbat ichib baqsaq, bu torbatda TSNG bilan JUnit'niki farqi bor ekanda. Asosiyatda shu bekchiq farqi yo'q. JUnit'da masalan dependency test qilolmaydi, TSNG'da qilib bo'lgan. Andan keyin TSNG'da annotationlar test JUnit'ga qaraganda bir qadar ko'proq. Miyada bayam darsimizda ko'rib o'tgan har xil annotationlar bor ekan. Masalan, suite testni JUnit'da run with orqali qilsa, TSNG'da XML hujjatini qurish orqali qila oladiganmiz. Ignore qilish uchun JUnit'da ignore deganni ishlatsak, TSNG'da enable deganni ishlatganmizda. Mushu TSNG bilan JUnit'ninki ishlatish usullari ikkisiniki farqi mushunda. Endi ma'lumotni qaraydigan bo'lsak, assertions, shu assert qilgan vaqtida, ya'ni o'zimizniki shu chiqqan natijaning to'g'ri yoki xatoligini aniqlash uchun har xil assertlarni ishlatamiz. Qaraydigan bo'lsak, assert equals methodlar bor ekanda, assert equals bu har xil parametr, masalan, boolean, actual, haqiqiy deydi, expected degani shu bizniki kutmoqchi bo'lganimiz miyada chiqqan natija bo'lsa, bu bizniki shu to'g'ri natijani miyaga yozamiz. Degandek har xil metodlar shu assertninki metodlari shuning ichida bor ekan. Mana har birisining ichida tafsiliy tushuntirishlari, qanday ishlatish usullari shu nimninki ichida bor. Buni darsdan tushib, o'zinglar shu to'rdan izlab ko'rsanglar bo'ldi. Biz darsni so'zlash jarayonida bir-birlab o'rganib o'tamiz. Undaqda biz shu amaliy mashg'ulot qilish orqali shu JUnit'ni qanday qilamiz shuni bir o'rganib o'taylik. Mana biz oldingi darsimizda Maven projectni qurgandik. Endi shu TSNG'ni
şu proyektimizge qanday qo'shimiz shuni ko'rib o'taylik. Bu təsəncini qo'shish uchun siz təsəncinining jar hujjatini tushirib, shuni qo'shsangiz bo'ldi yoki mavi POM XMLga shu təsəncini qo'shsak bo'ldi. Endi biz Maven project ishlatgandan keyin shu təsəncinining dependency'sini qo'shsak bo'ldi. Endi biz dependency'ni tepish uchun shu mvn repository degan tor betga kiritdik. mvn repositoryga kirib, mishadan tasng deganni izlaymiz. Tasng deb izlasak mana chiqdi. Bu birinchisini besib, birinchisini bosgandan keyin mavi nashrni olamiz. Olib bu dependency'ni mavi dependencies deganning ichiga qo'shimizda miyaga dependency'ni qo'shaylik. Mana tasng dependency'sini hozir miyaga qo'shdik. Miyani tasng deb men o'zgartib qo'yay. Bu tasngni nim qilgandan keyin qaraydigansak mana download source and java doc deydi. Shu tasngni o'zi tushirdi. Endi biz bu yerga mana test deganning ichiga bir klassdan birini quraylik. Qurib test ng practice deb yozay. Yazib qildim. Endi yozgandan keyin biz har xil annotationlar bor dedik. Har xil annotationlarni qanday ishlatamiz deganda add test deganni yozish orqali bu annotation ishlatamiz. Add mavi Gmail oldiga yozilgan bo'lgan @gmail deydigan shuni yozib test deganni yozamiz. Andan keyin method ismini beramiz. Public mesela public void bo'ldi. Public void test1 deb yozaylik. Test1 deb yozib bu yerga bir narsani print out qilaylik. Test method deb yozay. Test method deb yozdim. Endi men qizil belgi chiqib qoldi. Chunki tasngni taqa biz import qilmadik. Buni import qilaylik. Mana qaraydigan bo'lsak JUnit deydi. JUnit mush Java'niki JDK'si bilan teng keliglik. Ammo biz tasngni ishlatimizda. Tasngda mana qaraydigan bo'lsak org chekit tasng chekit annotations deydi. Shuni bosamiz. Qaraydigan bo'lsak mana bu test methodimiz bo'ldi. Endi buni ijro qilish uchun mousening o'ng knopkasini besib, bu yerda run as qilsak Java application deb chiqdi. Endi bu chiqmadi. Chunki bu Java application emas, hozir tasng'niki bo'ldi. Endi buni qanday qilib ijro qilamiz deganda, buniki shu tasng'niki pluginsni tushiramiz. Bu pluginsni tushirish uchun biz shu help deganga bosamiz. Help deganni besib, bu yerni bosgandan keyin Eclipse Marketplace deganni bosamiz. Eclipse Marketplace deganni bosgandan keyin bizga manda bir ko'znak ochildi. Bu ko'znakdan biz shu tasng'ni tushiramiz. Tasng'niki pluginni tushirib, ondan shu plugin orqali buni ijro qilamiz. Endi bu yerga men tasng deb yozay. Qaraydigan bo'lsak, mana tasng for Eclipse deb buni install qilamiz. Install qilgandan keyin, ya'ni qochilaymiz. Buni qochilishini saqlaylik. Qaraydigan bo'lsak qochilinib bo'ldi. Ondan bu yerda confirm deganni bosamiz. Confirm deganni bosgandan keyin bunda bir ko'znak chiqadi. Bu yerdan I accept degan ma'ni bosamiz. Bosgandan keyin finish deganni bosamiz. Finish deganni bossak, qaraydigan bo'lsak, bu yerda installing software deb 7% deydi. Bunun qochilinishini saqlaylik. Qaraydigan bo'lsak, bunda eskartish chiqdi. Bu yerdan install anyway deganni bosamiz. Bu jarayonlarning hammasi shu Windows bilan Mac'da asos jihatdan o'xshash. Eclipse'ni qaytadan qo'zg'atamsiz deydi. Restart now deganni bosdim. Mana Eclipse'mizmi qo'zg'aldi. Endi bu Eclipse'ninki asli kelishini bir saqlaylik. Hozir asli keldi. Endi mousening o'ng knopkasini besib run as qilib qaraydigan bo'lsak, mana tasng test dedi. Bayam chiqmaganda endi chiqdi. Endi buni bossak, bosgandan keyin bizniki shu testimiz ijro bo'ldi. Qaraydigan bo'lsak, mana bu yerda test method deb chiqdi. Unda bu yerda qaraydigan bo'lsak, hammasi o'tdi deb chiqdi-da. O'tdi deb chiqdi. Agar bu
Ötmüse meye hata belgisi çıkıp aldı. Mani elip ve astığı meyege koyay. Koyup mene bu test mesutimiz oldu. Endi biz bayam yana add before test deganni öğrengen tok. Before test deganni körüp ötkende. Test before dep yazsak mesela before test dep ba. Before test. Ondan bege public void before test dep mesutun ismini yazay. Yazıp mani köçürüp bilip mege before test mesut dep yazay. Bularning hamısı şu qaysi baldur icra boldu, qaysi keyin icra boldu, şunu körüşlem başqa alayda maqsad yo'q. Before test boldu. Endi mani yani köçürüp mege after test dep yazay. After test qilib yazgandan keyin mani import qildim. Yani after test qilib o'zgartay. After test yani mush after test mesut degani miyadikini manimi after test mesut qilib o'zgartay. Endi buni ijro qilib baqay. İcra qilsam buning natijasiga bir qarayli. Natijasi qaraydigan bo'lsak, mana before test mesut deb chiqdi. Ondan test mesut, ondan after test. Demek before test testdan burun mağdı. Mesela mavu gerçi ahırda bolsa-mu before test degan mavu mesut avval test mesut icra bo'lishdan burun icra bo'ldi. Ondan test mesut bo'ldi. Ondan keyin after test bo'ldi da. Endi bu yerda add before deb yazaylik. Before class. Mesela before class. Before class ba. Ondan keyin mani mega app ekilib mani o'chirib after test yani before class deb yazdım. Ondan mani after class deb yazay. After class. Bunu import qilay. Ama xato yerdan import qildim. Buni JUnitdan emas, TSNJdan qilibman. Mani after ga o'zgartay. After class after class deb yazay. Buni o'zgartdik. Test mesut before test after test before class after class. Endi ijro qilib baqilay. Qaraydigan bo'lsak before test mesut before class test after class after test mesut. Mana before mavi şekilde bo'ldi. Endi bu yerda add before suite deppa before suite bu yerga yana mani ko'chirib eklab before suite deb yazay. Before suite yani before suite deb o'zgartdim. Before suite qildim. Endi ma'nodan birini eklab qayta after suite qilay. After suite. Buni import qildim. Yani after ga o'zgartay. Yani before miya after bo'ldi. Endi ijro qilib baqilay. Test mesut before test after test before class after class before suite after suite. Endi buni ijro qilib baqilay. Before suite before test before class test mesut after class after test mesut ma şekilde o'zgardi. Hozir miyada after suite deganni nada? After suite miyada qopti mana. After suite mesut deb miyada. Endi buningga yana qaysi nimlar bor deganda, masalan after class suite test, masalan groups deydi. Groups mesut degandeklar. Mushu test engine'ninki annotationlar bo'ldi. Biz mushu annotationlarni
keyinki derslerimizde bir-birlep işiltip körüp çıkımız. Undaqda bugünkü dersimiz mişäkägiçi bolsun, pek uzun bolup ketmişsin. Keyinki derslerimizde davamlıq şu təsəncü bilen özümüzdeki selenium testlerini birleştirip birlikte taң epmağımız. Undaqda keyinki saatiki derslerimizde görüşkiçe aman bolunglar. Allah'a emanet.